yana qizalog'imiz keldi. Kiylar chachala chochamiz. Ilohim umri bilan, rizqi bilan bergani chin bo'lsin. Apalarning qatorida katta qiz bo'lsin, ilohim. Assalomu alaykum. Yana qiz tug'dingmi? Bunisi o'g'il bo'ladi deganding-ku, uchinchi qizni menga keragi yo'q. Sekinroq Mo'min aka, balani qo'rqitib yuborasiz. Bu nima deganing, o'g'lim? Qizim siz kiravering, bu gapiraveradi. Ahling joyidami sani? Odamlar tirnoqqa zor. Hali bu qizlarning 1000 ta o'g'ildan ham ziyoda qizlar bo'ladi. Xudoga shukr degin shuncha qizing borligiga. To'g'risi hamda uka farzanding tug'ilganda hatto raddomga ham bormading. Sen odam bo'lmaysan shekilli. Bor toratingni qil, qo'shni sadillaka o'tib qoptilar. Ta'ziyaga chiqamiz. Ko'ngli yomon bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, qora aka. Ko'ngillari yomon bo'lmasin. Yuraversinlar aka. Marhumning hayotlik davrlarida oldi-berdi qarzlari bor ekan. Shuni kimdir bo'yniga olsa janozani o'qirdik. Aka, siz katta o'g'ilsiz. Otam qarzlarni siz bo'yningizga olavering. Men ko'ryapsiz, hozir ishlaganim yo'q. Sen jinnibini basmisan? Mana shu Ular o'zi yaxshi o'g'il bo'lmadi. Ularda bir dunyo qarzi bor. Mana otasi o'ligi ham xor bo'lyapti. Yo, to'xtanglar. Kimdir bo'yniga olmasa bunaqada janoza o'qiy olmaymiz. Janozani o'qing. Dadamning qarzlarini men bo'ynimga oldim. Tarbiya bergan otangizga rahmat qizim. Qani janozani boshlaymiz. Hali bu qizlarning 1000 ta o'g'ildan ham ziyoda qizlar bo'ladi. Qalbimda nur kabi taralib